Aytadi telefon qilaman. O'zi yo'l podasi so'q deydi. Nima deganini tushunmadim. Yo'l podasi degani iste'mol qilyapman degani. Qanaqadir problema bo'lib shekilli. Anaqa, aroq ichgan ekan. Aroq ichgan ekan. Qizlarga aytadi telefon qilaman. Pul yo'q aytganda, haqor o'shani telefon qilib, man birov gaplashib qo'ydi. San qayerdaga? Yomon jonga tegdi. Xeyli. Meni qutulib ketamasiz. Sizlar qo'rqitadingiz. Hozir o'pkasini ko'rsatishdi. Nima? O'pkasini ko'rsatdi hadi. Hmm. Endi men tilda yaxshi bilganim uchun jon ketgan to'g'risi. Siz misol o'zbekistonlikka ketaman, sizlar qolasizlar deyapman. Ja, ja, ja. Ja, Ali. Ali o'pkasini ko'rsatdi boshlab. Pulim yo'q, bunaqa odam haligi marangli ezilib ketadi. Bu gapni eshitadi. Ne? Bora ya. Şimdi